Bizga savol kelibdi. Doktor, chaqalog'imni qaysi payt va qanday yog' bilan yog'lashim zarur? Yog'lash qanchalar to'g'ri? Nima uchun yog'lash kerak? Bu savolga javob beradigan bo'lsak, yangi tug'ilgan chaqaloqlar ona qornida amnion suyuqlikda o'sib rivojlanadi va tug'ilgandan keyin quruq muhitda terisi qurishni boshlaydi, terilari ko'chishni boshlaydi yoki bo'lmasam bichilishlarni ko'rishimizni, qizarishlarni, bichilishlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz onajonlarga chaqaloqlarni yog'lashni, maxsus kremlardan foydalanish zarurligini tavsiya qilamiz. Men vrach-pediatr sifatida yog'lashni mavsumiylikka xos deb hisoblayman. Masalan, kuz va qish mavsumlarida avval bolani cho'miltirib, so'ngra yog'lashni tavsiya qilamiz. Nimaga? Chunki chaqaloqlarda termoregulyatsiya markazi yaxshi rivojlanmaganligini hisobiga bolalar tez sovqotib qolishi yoki tez isib ketishi mumkin. Bolani cho'miltirgandan keyin esa bola sovqotishni boshlaydi. Shuning uchun o'zi qishda havo sovuq va bola yana sovqotib qolsa shamollab qolmasligi uchun bolani oldin cho'miltiramiz, keyin esa yog'lab tinchlantirishimiz kerak bo'ladi. Bahor va yoz oylariga keladigan bo'lsak, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning terisi yupqa, nozik bo'lganligi sababli, undan tashqari chaqaloqlar terisi orqali ham nafas olganliklari bois, ularni avval yog'lab, so'ngra cho'miltirish tavsiya qilinadi. Agar siz cho'miltirib bo'lgandan so'ng yog'laydigan bo'lsangiz, teridagi teshikchalar, ya'ni poralar berkilib qoladi va bolajon yana ham isib ketishni boshlaydi. Terida har xil issiqlik toshmalari, qizarishlar, bichilishlar, achishlar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va chaqaloq qiynalib qoladi. Shuning uchun yuqoridagi tavsiyalarga rioya qiling. Qanday yog'larni tavsiya qilasiz? Hozirgi kunda juda ham zo'r brendovый yog'lar, kremlar, bolalar uchun maxsus kosmetik vositalar ishlab chiqarilmoqda, lekin shunchalar zo'r bo'lishiga qaramasdan ayrim chaqaloqlarga allergik toshmalar berayotgan mahsulotlarni ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Men sizlarga hozir uy sharoitida qanday qilib steril yog' tayyorlash mumkinligini o'rgataman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi steril banka, ya'ni yaxshilab yuvib quritilgan banka kerak bo'ladi va uni ichiga uyimizdagi paxta yoki bo'lmasam kunga boqar yog'idan, misol uchun yarim litrli bankaga yarmiga solamiz va uni kichkina qozonchaga suv solinadi va bankani qo'yib qo'yamiz. Bu yog'imiz 1 soat davomida qaynashi kerak bo'ladi. Agar qozonchaning ichida suvimiz kamayib qoladigan bo'lsa, atrofidan qaynab turgan suvni qo'yib turishimiz kerak bo'ladi va bu 1 soatdan keyin o'chiriladi. Sovitilganidan so'ng bolaga bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu eng bezopasniy gipoallergenniy yog' hisoblanadi. Shuni unutmangki, bolajonni yaxshi o'sib rivojlanishi uchun, uni uyqusi normada bo'lishi uchun, yangi tug'ilgan chaqaloqlarni 6 oylik bo'lgunlariga qadar har kuni, 6 oylikdan 1 yoshgacha esa kun ora cho'miltirishni tavsiya qilaman.